badiiy matnni tushunish va badiiy matnda nimalarga ko'proq e'tibor berish, nimalarni biz oldimizga qo'yib olish va shular gaplashish. Shular haqida batafsil gaplashamiz. Endi matnlar yuzasidan asosiy keltirilayotgan savollar nimalardan iborat? Shular haqida batafsil gaplashamiz. Biz darsimizni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beramiz. Sababi oxiriga ko'rganingizdan sizda qandaydir ilmiy saviya, matnlar bo'yicha ishlanadigan testlar albatta o'sishi muqarrar. Demak, men sizlar bilan Abdupot Tayfa Abdusaid darsimizni boshladik. Agar bizni YouTube kanalida ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube'ning opsiyasiga biz ma'lumotlarni yozib qo'yamiz. Qayerda qanday bo'lishi, nima bo'lishi. Endi agar biz Telegram kanalida bo'lsangiz, Telegram kanalimizdan uzoqlashmang. Telegram kanalimizga kerakli ma'lumotlar juda ko'p tarzda tashlab beriladi. Va endi shu ma'lumotlardan birini men hozir tashlab beraman. Qarang. Xo'p, mana bu yerda Telegram kanalimizdagi hamma noyabrdan beri tashlangan ma'lumotlarni sizlarga uzatib beryapman. Ya'ni kanalimizda noyabrdan beri qanaqa ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'rin olgan. Ustiga essangiz, ana shu ma'lumotga kirib ketaverasiz. Bu sizga biz tomonimizdan qilingan yana bir qulaylik. Bemalol saqlangan xabarlarga yoki ona tilida bloglarga jo'natishingiz mumkin. Demak, biz matn darsimizni boshladik. Umumiy holatda matnlar deyapti. Matnlarga nimalarga e'tibor berishimiz kerak, nimalarni ko'rishimiz kerak, matnlarni ichida eng asosiy holatlar nima ekanligini bilishimiz kerak. Matnlar haqida gaplashganimizda biz oldimizga bitta tushuncha keladi, ya'ni matnlarda necha ball berilganligini biz qayerdan ko'rib olishimiz mumkin degan savol. Matnlarda degan savol bizda umumiy o'qib tushunish degan band bor. O'qib tushunish. O'qib tushunish degan band bor. Shu o'qib tushunish bandi bizni 3 ta matnga olib boradi. Ya'ni 3 ta matnda gaplashishimiz mumkin o'qib tushunishda. Birinchisi ilmiy matn. Ikkinchisi badiiy matn. Uchinchisi esa mumtoz adabiyot matni. Endi shu uchala matnga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ilmiy matn nima, badiiy matn nima va mumtoz adabiyot matni nima? Shu savollarga asosiy e'tiborni qaratamiz. Shu yerda ilmiy matn o'z-o'zidan ma'lumki, bu ilmiy matnimiz ilmiy uslubda bo'ladi, ya'ni ilmiy ommabop uslubda bo'ladi. Endi badiiy matnimizda-chi? Badiiy matnimizda bu ma'lum bir hikoya, ma'lum bir aytadigan bo'lsak, asarning ma'lum bir parchasi shular haqida beriladi. Mumtoz adabiyot matni esa barchamizga ma'lumki, g'azallar va ularning tahlillari haqida gaplashamiz. Endi bularning ichida ko'radigan bo'lsak, demak ilmiy matn nima? U bizga nima uchun kerak? Va ilmiy matnda qanday savollar tushadi, ulardan e'tibor berishimiz kerak degan savol bo'ladi. Hamma yaqinroq kelsin. Endi eng asosiy darsimizni boshladik. Shu yerda ilmiy matn nima? Ilmiy matn bu birinchi o'rindagi narsa, milliy sertifikatdagi ilmiy matn savollari deyapti. Ilmiy ommabop uslubdagi matn asosi shakllantiriladi. Bu yerda sizga tushunarsiz bo'lgan, sizga umuman aytadigan bo'lsak, umuman tushunmaydigan narsa yo'q. Hammasi tushunarli shaklda va ilmiy ommabop shaklda yoziladi. Biz bilamiz, ilmiy uslub ikkiga bo'linadi, sof uslub, ommabop uslub. Ilmiy ommabop uslub degani ilmda xalq tilida yozish degani. Demak, bu yerda ilmiy matn shakllantiriladi. Uni tushunish, bayon etiladi. Sizga umuman muammo tug'dirmaydi. Demak, birinchi o'rinda ilmiy omma bu hech qanaqa qiymas, hech qanaqa bir tushunarsiz narsa edi. Endi siz ma'lum bir testda yoki mock testda yoki diagnostik siz matn o'ta darajada ilmiy uslubda bo'lyaptimi, demak u sog'lom muhit asosida tuzilgan test emas.
sog'lom muhit asosida tuzilgan test emas. Tushuntira oldimmi? Xo'p, endi qarang, e'tibor bering. Ikkinchi narsa. Unda nega ilmiy matn qiyindek tuyuladi? Endi aytadigan bo'lsa, sof ilmiy uslubda bo'lmasa, ilmiy avval bo'lsa, nima uchun bu qiyin tuyuladi degan savol bor. Bu savolning javobi juda ham oddiy. Bu nima desak, hozir gaplashamiz. Qarang. Eng asosiysi chunki deyapti. Bu kabi matnlarda ma'lumotlar juda ham ko'p. Ko'rsiz paylar-pay ma'lumot beradi. Masalan, aytadigan bo'lsak, daraxtlar haqida gaplashadigan bo'lsak, yoki bo'lmasam mana ko'p mock testlarda kelyapti, tovuqlar haqida gaplashadigan bo'lsak, yoki ma'lum bir sayyoralar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda ma'lumotlar juda ham ko'p. Bir-biriga aykash-chalkash bo'lib ketgan. Bunday paytda deyapti, talabgor barcha ma'lumotlarni eslab qola olmaydi va chalkashtiradi. Eslab qola olmasligi va uni chalkashtirib yuborishi bu sizga qiyinlikni ta'minlab berar ekan. Ya'ni matn qiyin degan sintezga olib keladi. Shu ikkala narsa. Siz birinchi o'rinda demak, eslab qolishga harakat qiling, keyin chalkashtirib yubormaslikka harakat qiling. Uchinchi ma'lumot. Bir necha ma'lumotlardan hosil bo'lgan hukmlar va axborotlar savol variantlarida uchraydi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, umumiy bir necha ma'lumotlardan iborat bo'lgan hukmlar, ya'ni to'g'ri hukmni toping, noto'g'ri hukmni toping degan savollarga ishora qilyapti bu yerda. Demak, bir necha ma'lumotlardan hosil bo'lgan hukmlar va axborotlar savollar varianti uchraydi. Bu tabiiy. Endi to'rtinchisi, matndagi so'zlar deyapti. Savollar variantida sinonimlar yoki mazmundan boshqa muqobil shakldagilar bilan almashtiriladi. Shu yerda e'tibor bering. O'zini muqobillar bilan almashtiriladi. Matnda siz keltirasizda, matnda shunday keltirib turib, domla bu yerdagi mana bu so'z yo'q-u deydi ko'pchilik. Mana bu so'zlarimiz umuman yo'q deydi. Endi siz variantni ichidagi narsadan so'z bo'ladigan bo'lsa, bitta jumla yoki bitta gap bo'ladigan bo'lsa, shu gapni iltimos matn ichidan qidirmang, baribir topa olmaysiz. Tushuntira oldimmi? Demak, yozib qo'ying. Birinchi o'rinda qilayotgan xatoligingiz nima? Birinchi o'rinda siz variantni ichidagi narsani matndan qidirishingiz. U narsani qidirmang. Uni sinonimlari asosida beriladi. Masalan, mana ingliz tilidagi reading o'xshagan narsa desak bo'laveradi. Xo'p, endi qarang. Matndagi so'zlar, variantlar, sinonimlari va mazmundan boshqa muqobil shakllari bilan almashtiriladi. Masalan, qarang, matnda uy hayvonlari degan birlik bor. Uy hayvonlar, matnning ichida uy hayvonlari kelyapti. Matnning ichida uy hayvonlari kelyapti-da. Endi variantlarda xonaklashtirilgan deyapti. Ikkalasi bitta ma'noni ifodalaydi. Xonaklashtirilgan deb kelsa, unaqa so'z yo'q. Shuning uchun shu javob topmadim-da men deydi. Xonaklashtirilgan degani bu xuddi shu uy hayvonlar bilan bir xil. Yoki olmasam, dori-darmon degan narsa keltirilsa, dori-darmon bilamiz aptekada bo'ladi. Shu yerda dori-darmon degan so'z kelsa, endi keyingisida farmatsevtika. Masalan, aytadigan bo'lsa, Atirgulning aytadigan bo'lsak, changlatuvchi urug'lari dori-darmon sanoatida juda yaxshi ishlatiladi deydigan gap keladigan bo'lsa, endi variantlarda Atirgulning chang barglari farmatsevtika sohasida faol qo'llaniladi deydi. Shu yerda bu ikkalasi bitta narsa ekanligini bilishimiz kerak. Xo'sh, endi matnni yaxshi o'qish uchun biz nima qilishimiz kerak? Matnni yaxshi tushunishimiz uchun nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak? Bizning oldimizda qanday yo'l turibdi? Shular haqida gaplashib olamiz. Xo'p, endi e'tibor bering. Bizni xo'sh, nima qilish kerak? Ikkita yo'l bor deyapti. Agar vaqtingiz boshqara olishiga ishonsangiz deyapti, ya'ni vaqtingizni yaxshi boshqara olsangiz deyapti, dastlab matnni tez o'qib chiqing deyapti. Ya'ni birinchi matnni tezroq o'qing. Unga ko'z yugurtirib chiqing. Bunda chuqur tahlil qilish shart emas. Matnning umumiy mazmuni haqida tasavvurda o'zi kifoya ekan.
Ya'ni birinchi matnni tez o'qib chiqasiz va bunga ko'z yugurtirib turib, variantdagi har bitta narsani ko'rib chiqsangiz bo'laveradi. Biz matnni umuman tez o'qimaymiz ham, boshqa narsa qilmaymiz ham, biz variantdagilarni istashni boshlaymizda matnning ichida. Bu eng katta xatolik ekan. Esingizdan chiqaring. Agar deyapti, siz vaqt taqsimotiga, ya'ni vaqtingizni taqsimlashga ozgina muammo qilayotgan bo'lsangiz, u yerda sizga yetarli ma'lumotlar berilmayotgan bo'lsa va boshqa narsa ulgurmayotgan bo'lsangiz deyapti. Savollar va ularning variantiga diqqat bilan bir marta matnni o'qib chiqing deyapti. Birinchi savollarga qarang, keyin matnni o'qib chiqing deyapti. Bu yerda savollarga qarab turib matnni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, siz matnni o'qish davomida javoblarni topib ketasiz. Matnda o'qish davomida javoblarni topib ketasiz. Mana shu ikkinchi yo'l sizga yaxshiroq yo'l hisoblanadi. Demak, ikki xil bo'lyapti. Birinchisi, agar vaqtingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bir marta o'qib chiqib turib, keyin variantdagi narsalar bilan solishtirishga harakat qiling. Ikkinchisi, agar siz matndagi vaqtingiz kam bo'ladigan bo'lsa, matnni o'qimasdan birinchi savollar o'qib turib, keyin matnni o'qing deyapti. Xo'p, mana 6-unsur, ya'ni eng asosiy unsurlardan biri. Matnda deydi, qanday tipdagi savollar tushyapti va qanday tipdagi savollar tushadi matnda. Bular hammamiz ko'rishimiz mumkin. Matn mazmuniga mos to'g'ri shakllantirilgan gapni toping, matn mazmuniga xos noto'g'ri shakllantirilgan gapni toping. Mana bu ani ko'ryapmiz. Endi to'g'ri shakllantirish nima-yu, noto'g'ri shakllantirish nima? To'g'ri shakllantirish deganda biz matnda ma'lum bir jumla beriladi, ma'lum bir gap beriladi. Shu gapni sinonimi bilan almashtirilgan holatni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, O'zbekiston Respublikasi degan ilmiy matn. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov 2016-yil 2-sentyabrda vafot etdi. Desa, endi to'g'ri shakllantirilgan gap A, B, C, D ni qaysidir birida bo'ladiki, mustaqilligimizning asoschisi 2016-yil 2-sentyabrda biologik o'lim holati qayd etildi deydi. Shu yerda e'tibor bering. Biologik o'lim degani bu vafot etdi bilan sinonim so'z. Mustaqillik asoschisi degani O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti degani. Xuddi shunday holatda biz matndagi to'g'ri shakllantirilgan gapni topishimiz uchun biz albatta matnda o'qib tushunib olishimiz kerak ekan. Ko'pchilik ko'z tanish qilib olsam bo'ldi deydi. Yo'q, ko'z tanish emas. Albatta o'qib tushunib olishingiz shart. Xo'p, keyingisi. Matn mazmuniga mos to'g'ri ifodalangan ma'lumotni toping. Ya'ni siz umumiy holatda to'g'ri ifodalangan ma'lumot deyaptim. Siz endi bu yerda ko'proq raqamlarga e'tibor bering. Ma'lum bir jumla buzib ta'kidlanishi mumkin. Ma'lum bir jumla buzilgan holatda aytiladigan bo'lsa, bu yerda to'g'ri shakllantirilgan, noto'g'ri shakllantirilgan gaplar yuzaga keladi. Xo'p, endi qarang. Matn mazmunida aks etgan ma'lumotni toping deyapti. Endi matn mazmunida aks etgan ma'lumot, aks etmagan ma'lumot. Matnda ichida bu ma'lumot bo'lishi kerak, aks etgan so'rasa. Aks etmagan so'rasa, matnda ichida bu ma'lumot bo'lmasligi kerak. Va bo'lganda ham sinonim bilan bo'lishi kerak. Sinonimlarda albatta siz yaxshi bir matnning ichiga ketayotganingizda, masalan aytadigan bo'lsak, so'zlar keltirilyapti, to'g'rimi? Shuni so'zlardan foydalanishga harakatini qiling. Sinonimlarni qo'llang. Sinonimlarni qo'llamasangiz umuman bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi?
Xo'p, davom etamiz. Endi e'tibor bering. Qanaqa savolingiz bo'lsa, guruhga yozib qo'yaverasiz, ya'ni oxirgi tashlangan postimizning ostiga yozib qo'ysangiz, savolingizga oxirida javob beramiz. Shunda bizning fikrimiz ham, boshqalarning fikri ham bo'linmasligiga asos bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Raqamlab ko'rsatilgan qaysi gapda matnning mazmuniy tuzilishida uslubiy xatolikni yuzaga keltirgan deyapti. Mana shu savol bizni juda ko'p qiynaydi. Matn mazmunidagi uslubiy xatolikni yuzaga keltirish. Matn mazmunidagi uslubiy xatolikni yuzaga keltirish bu qanday ishlar orqali amalga oshirilishini ko'ramiz. Xo'p, e'tibor berib qarang. Qaysi gap matnning mazmuniy tuzilishida uslubiy xatolikni yuzaga keltirgan deyapti. Bu yerda ikki xil holatda savol tushadi. Endi bu qanday desak, bu yerda mazmuniy tuzilishda birinchisi asosan matnda bayon etilayotgan fikrlarning qayta takrorlanishi, ya'ni qaysi matnda aytadigan bo'lsak 4 qismga bo'lingan matn bo'ladi yoki matnlar umumiy turib 4 ta gapda ostiga chizilgan va 4 ta gap qandaydir farqlangan holatda bo'ladi. Shunisiga e'tibor beraylik. Bularni qanday yecha olishimiz mumkin? Bularda qanday amalga oshirishimiz mumkin? Bu yerda ikki xil holat bo'ladi. Matnda bayon etilgan fikrlarning qayta takrorlanishi bu bo'lsa mazmuniy xatolik bo'ladi. Keyingisi matnda bayon etilgan fikrga zid fikr qo'llanilishi. Matnda bayon etayotgan fikrimizga zid holatdagi fikrni qo'llasak, buni biz aytadigan bo'lsak mazmuniy xatolik sifatida olib ketishimiz mumkin. Masalan qanday? Masalan, aytaylik, tovuqlar asosan 2 yoki 3 yil davomida boqib yetishtiriladi va ular go'shti va tuxumi uchun boqiladi degan matn bo'lsa, endi sizga aytadigan bo'lsak, qaysidir variantingizda shu yerda tovuqlar umumiy yetishtirilishi sanoati haqida gapirilyaptimi? Qaysidir joyda ana shu bandga, ana shu punktga tushmaydigan gap beriladi. Masalan, bu yerda sanoati ko'payishi haqida gap berilyapti. Endi tovuqlarning qon aylanish sistemasi asosan venadan arteriya qon tomiriga o'tayotgan vaqtda sodir bo'ladi. Desak, bu hozirgi aytayotgan jumlaga umuman to'g'ri kelmaydi. Nima uchun to'g'ri kelmaydi? Sababi bu qon aylanish sistemasi endi tepada bizga keltirilayotgani esa ko'payishi yoki sanoati deb aytsak bo'ladi. Ya'ni matnning umumiy mazmuniga zid keladigan fikr bo'ladigan bo'lsa, buni ham biz mazmuniy uslubiy xatolik sifatida olib ketsak bo'laveradi. Bizda bitta matnda xuddi shunaqa savol bor. Albatta bizni kutib turibdi. Xo'p, endi bunga misol sifatida mana shu matnda bayon etilayotgan fikrlarning qayta takrorlanishi, matnda bayon etilayotgan fikrga zid holatda fikrning qo'llanilishi degan savolga biz mashg'ulotlarni ko'rib o'tamiz. Mana biz tuman bosqichidagi olimpiadani ko'rganmiz maktab darsligida, maktabimizda, umumiy hamma maktabda bo'lgan, o'qituvchilar bo'lsa yaxshi eslaydi, pingvinlar degan matn bor. Pingvinlar degan matn bor. Shu matn haqida gaplashib, shu yerda keltirilgan savollarni ko'rib o'tamiz. Pingvinlarda qanday savollar keltirilgan edi? Xo'p, ko'raylik. Endi bu yerda savolga bir qator e'tibor bering. Raqamlab ajratib ko'rsatilgan gapda fikr takrori orqali matnning mazmuniy tuzilishida uslubiy xatolikni yuzaga chiqargan qaysi raqamda deyapti. Ya'ni qaysi raqamda ajratib ko'rsatilgan gap fikr takrori orqali mazmuniy xatolikni yuzaga keltirgan deyapti. Bu yerda qarang. Mana bu 4-gapni ko'radigan bo'lsak. Ular deyapti. Uchmaydigan qushlar sirasiga kiradi. To'g'rimi? Mana shu yerda uchmaydigan qushlar sirasiga kiradi deydigan bo'lsak, ushbu matnni olaylik, ko'raylik. Xo'p, ular uchmaydigan qushlar sirasiga kiradi. Bu matnimiz qayerda bor? Boshda bor. Pingvinlar suvda yashashga moslashgan uchmaydigan qushlar bo'lib, faqat janubiy yarim sharda, ayniqsa Antarktida qit'asida edi. Shu yerda mana bu yerda uchmaydigan qushlar degan jumlamiz matnning oxirida 4-gapda takrorlanib qolyapti. Ular uchmaydigan qushlar sirasiga kiradi deb. Mana shu yerda mazmuniy xatolikni yuzaga keltiryapti. Qarang,
Endi davom etamiz. Keyingisi. Qaysi raqamda ajrat ko'rsatilgan gapda fikr takrori orqali matnning mazmuniy tuzilishiga oid xatolik bor? Xo'p, buni ko'rdik. Keyingisi. 10-sinfda tushganlari bor. Sichqonlar degan matn. Sichqonlar matni. Endi sichqonlar matnini ko'ramiz. Sichqonlar matnida nimalarga e'tibor berishimiz? Xo'p, ustozlar, eshitilyaptimi hammaga? Qayerdan boshlab mikrofon o'chdi? Chapa bo'pti bu yoqqa. Men bu yoqqa qarab gapiraveribman, mikrofon. Qaysidan boshlab yo'q? Demak, biz ekranni ulab olishimiz kerak. Endi ekran ko'rindimi? Sichqonlar matni nimaga? Sichqonlar matnini boshdan boshlaymiz. Xo'p. Endi qarang. Sichqonlar ko'radigan bo'lsak, sichqonlar matni shu yerda qarang. Sichqonlar yer yuzida keng tarqalgan turuvchi bo'lib, ularning ko'pi juda ko'p turli fanga ma'lum. Endi shu yerda umumiy takrorlikka oid xatolik degan. Mana shu yerda 4-gapni ko'ring. Bundan tashqari sichqonlar kasallikning tarqalish manbasi ham bo'lishi mumkin. Kasallikning tarqalish manbasi desa, shu yerda ketyapti. Kasallik tarqatuvchi jonzot sifatida tanilgan. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, kasallik tarqatuvchi jonzot sifatida tanilgan degan joyini ko'radigan bo'lsak, mana shu 4-gapda takrorlanib kelyapti. Xo'p, ketdik. Demak, bu yerda 4 olar ekan. Keyingisi pandalar. Pandalar noyob hayvon turi hisoblanib, pandalar tabiatda eng ko'p kuzatiladigan xavfsizlik borasida zaif hayvonlardan biridir. Pandalar o'ziga xos ovqatlanish xususiyatlari bilan tanilgan. Bambuk bilan bog'liq deydigan bo'lsak, pastda 4-gapni keltiramiz. Ular faqat bambuk bilan oziqlanadi degan joy bor. Ular bambuk bilan oziqlanadi, ular faqat bambuk bilan oziqlanadi deydigan bo'lsak, shu yerda mana ularning oziqlanishi faqat bambuk bilan bog'liq degan javobni olsak bo'laverar ekan. Qaranglar, ovoz o'chgani yo'q menda, ovoz yaxshi. Bunda ovoz o'chgani yo'q, hech kimda hech qanaqa muammo yo'q. Endi muammo bo'lsa bu o'zida. Ekranning xiraligi, tozaligi yoki boshqaligi, men sizga ekranni rasmga olib tashlab yuboraman. Mendagi sifat ko'rsatkichi xuddi shunday. Mana bu yerda mana qarang. Bu yerda menda sintez bilinib turadi. Ekranda yaxshi yoki yaxshi emasligi bizni o'tlayotgan darsimizning holatiga bog'liq narsa emas. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda mana bu yerda ekranni men sizga rasmga olib tashlayapman. Menga ekran xuddi shu holatda ko'rinyapti. Sizlarga qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Sizga ekran yaxshi, sifatli, kachestvali ko'rinishi uchun biz xuddi shunday ekranni sizga uzatyapti sizdan deyilganda bu. Mendan shunday uzatilyapti, lekin sizga qanday yetib borilayotgani bu siz tomoningizdagi internet holatida, mendan emas. Tushuntira oldimmi? Xohlasangiz eplasangiz xuddi shunday internet qo'ying. Xohlasangiz endi xira ko'rinsa ham iloji ko'ring. Tushuntira oldimmi? Endi ovoz uzilishi yoki uzilmasligi ham bu siz o'zingizga bog'liq. Menda agar ovoz uzilsa, mana bu yerda xabar chiqib qoladi, signal chiqadi. Ovozingiz eshitilmayapti degan. Xo'p, ketdik. Hech kimda hech qanaqa savol yo'q demak. Endi shu yerda aytadigan bo'lsak, pandalar noyob hayvon turi hisoblanadi. Pandalar tabiatda eng ko'p kuzatiladigan xavfsizlik borasida zaif hayvonlardir. Shu yerda 4-gapni ko'radigan bo'lsangiz, shu yerda 4 gapni qarang.
Ular faqat bambuk bilan oziqlanadi deyapti. Shu yerda ular faqat bambuk bilan oziqlanadi deyapti va mana bu yerda sariqni ko'radigan bo'lsangiz, ularning oziqlanishi faqat bambuk bilan bog'liq. Bu endi 10-11 sinfga tushadigan oson matnlar. Endi biz matn bo'yicha umumiy mashqlarni ishlaymiz. Matn bo'yicha umumiy topshiriqlar nimalardan iborat bo'ladi? Umumiy mashq. Matnda nimalarga e'tibor berishimiz kerak, nimalarni ko'rishimiz kerak va nimalarni amalga oshirishimiz shart. Bu yerda qarang. Matnda umumiy mashqlar to'plami degan matnni bir qator o'qib oling. Umumiy matnni bir marta o'qib oling. Men rasmga olib turib guruhga ham tashlab beraman, bo'pti, o'qib olishinglar uchun. Ko'rdingizmi? Yaxshilab o'qib oling. Men keyin o'zim bir qator o'qib beraman. Shu yerda mana qizil bandalar Sharqiy Himolay va Xitoyning janubiy-g'arbiy hududlarida uchrovchi kichik sut emuvchi jonivordir. Qizil panda ilk bor 1825-yilda o'rganilgan. U asosan bambuk kurtaklari va barglari bilan oziqlanadi. Qizil panda obrazi animatsion filmlarda, video o'yinlari, komikslarda tez-tez uchraydi. Shuningdek, ayrim musiqa guruhlari ham o'zlariga brend belgisi sifatida qizil panda obrazini olishgan. Mana oddiy bir gap. Endi qarang, to'g'ri ma'lumot, noto'g'ri shakllantirilgan to'g'ri ma'lumotni toping, noto'g'ri ma'lumotni toping degan savolni birinchisi. Qizil pandalar ko'rinishda madaniy sohalardan foydalanadi. Ya'ni qizil pandalarning ko'rinishida madaniy sohalardan foydalanadi desa, bu to'g'ri hukmmi, noto'g'ri hukmmi? Shu bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, bu yerda endi qarang. Animatsion filmlarda, komikslarda, video o'yinlarda va musiqiy guruhlarning nomlari deyapti. Endi bu yerda madaniy soha degan shularni umumiy nomlab qo'yapti. Bu to'g'ri shakllantirilgan fikr sifatida olamiz aka. To'g'ri shakllantirilgan fikrda aytaylik, biz ko'k shaklda, ya'ni yashil shaklda olamiz. Endi ikkinchisi, qizil pandalar birinchi marta 18-asr boshlarida tadqiq etilgan. 18-asr boshlarida deyapti. Endi nechinchi yil? 1825-yil edi. Endi bu bilish uchun biz tarixda ozgina xabardor bo'lishimiz kerak. 1825 bu 18-emas, balki 19-asr boshlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu ma'lumot 100% xato fikr. Mana ko'ryapsizmi? Bu fikrimiz demak xato fikr hisoblanadi. Qizil pandalar deyapti, hasharotlar bilan oziqlanadi. Bu ham xato, chunki mana bu yerda nima deyilgan? Ular asosan bambuk kurtaklari va barglari bilan oziqlanadi deyilgan. Ha, endi bu yerda hasharotlar deyapti. Bu ham noto'g'ri shakllantirilgan fikr sifatida olinar ekan. Endi qizil pandalar o'txo'r jonivorlar sirasiga kiradi. Endi bu o'txo'r jonivorlar sirasiga kirgandan keyin bizda bambuk kurtaklari va ularning barglarini yeydi desak, bu ular uchun to'g'ri fikr ekan. Mana ko'ryapsizmi? Bambuk kurtaklari va barglarini yegandan keyin o'txo'r jonivor sifatida shakllanib kelyapti. Endi qizil pandalar bambuk daraxti va barglari orasida yashirinadi. Yo'q, bular orasida yashirinadi degan fikr yo'q. Faqatgina bular orasida yashaydi degan fikr bor. Va bular bilan oziqlanadi degan fikr bor xolos. Demak, shu yerda 5-fikr ham noto'g'ri hisoblanar ekan. Mana, demak, ilmiy matn bo'yicha biz ma'lumotlarni berdik, ilmiy matn bo'yicha kerakli fikrlarni berdik va ilmiy matnda kerakli xulosalarni qilib oldik. Endi badiiy matn. Badiiy matnda nimalarga e'tibor berish kerakligi, meni o'zimga xususan ilmiy matndan ko'ra badiiy matn qiyinroq tuyuladi. Men o'zim badiiy matn ilmiy matnga ko'ra badiiy matnlardan ko'proq qiynalaman. Nima uchun? Qanaqa qiynalish? Bu yerda ikkilanish yo boshqa narsa bo'lmaydi. Bu yerda asosiy keltirilayotgan matndagi hikoya yoki boshqa narsa matndagi har bitta narsa uchun uzviy bog'liq bo'ladi.
shu tomonlardan qiynalishingiz mumkin. Endi buni bilishingiz uchun siz nimalarga e'tibor berishingiz kerakligi mana bu yerda hammasi yozib chiqilgan. Va buni hozir umumiy holatda, realniy holatda aytadigan bo'lsak, buni ulgutib ola olmaymiz. Badiiy matnni o'z bitta dars. Xuddi shuna qilib, badiiy matnlarni ham o'tib beramiz. Endi, demak, ilmiy matn haqida berilgan fikrlar sizlarga yoqqan bo'lsa, darsimizni shu yerda qisqa bilan qilganimiz va undan tashqari ovozli xabar va video xabarni hozir o'chiraman. Ovozli xabarda umumiy tushayotgan esseylar mavzusi, ehtimoliy esseylar haqida gaplashamiz. Demak, hech kimda hech qanaqa savol yo'q bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Matn, ya'ni ilmiy matn haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lganingizdan xursandmiz. Rahmat barchaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.